Xəmiri intayin yumşaq çürük çıxıdığan jusay pörüs qilishni o'rganib oling. Nurg'un qizlarimiz so'rdi, pörning xamiriga pagi salamdiq deb pagi samaymiz. Bugun buning tafsiliy darsligini video qilib olib keldim. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Avval xonjo pintozini muvofiq miqdorda qiziq suvga chilib olamiz. Avval 500 gram unga 5 gram tuz, 300 gram jilman suv. Suvning gradusi cho'qim 50 graduslik issiq suv bo'lishi kerak. Videoda ko'rsatgan bo'yicha xamirimizga yaxshilab uni tindirib qo'yamiz. Endi mingul yeshil o'lchimidagi tunji siqim sap zarang yig'dan qo'yib yaxshi qizitib olamiz. Mingul markasidagi maylarimizga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Qiziqchilar ayrim uchur qiling. May qizgandan keyin tuxumni sarg'aytib pishirib olamiz. Undan keyin jusayni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'rab olamiz. Undan keyin xongsho pintozni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'rab olamiz. Yaxshi ko'rsanglar pintozni azroq shuncha qo'yib rang berib olsanglar bo'ldi. Men o'zimiz yegan bo'g'ashqa sammidim. Endi buning tam xurishlaridan azroq zira, shisanshang ya'ni 13 xil dardarmana, muvofiq miqdorda tuz silib, ta'min tangishib olamiz. Xamir yeyishni dimsami bilsizlar qachon. Panshir jiltisidan sal cho'ng'aroq qilib yeyib tayyorlab olamiz. Endi buning ichiga liq-miliq qiymalib videoda ko'rsatgan bo'yicha tugib tayyorlab olamiz. Mana shunday chiroyli pörlarimiz tayyor bo'ldi. Qozonga azroq may qo'yib o'tin past qilib pishiramiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha pörlansab bo'lgandan keyin 2 minut atrofida dumlab qo'yamiz. Asti oltin rang kirganda ustini o'rib 2 minut atrofida yin dumlab pishiramiz. Bunda pishirgan vaqtimizda xamirimizning xam qilishidan ansirmasak ham bo'ldi. Bu xil usulda etgan pöre 2 kun qo'yib qo'ysangiz hargiz qetib qolmaydi. Nemasam bular degan kunlar bir etib sinab beqing. Haqiqatan bak yeyishlik o'rganib oldingizmi? Kelarki sonni ko'rishaylik, xayr xo'sh.